Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Men sizning huquqiy maslahatchiningiz, advokat Shavkat Nurmatov. Bugun siz birinchi martdan boshlab pensiya va nafaqalar tizimida yuz beradigan misli ko'rilmagan o'zgarishlar, ya'ni ularning rekord darajada oshishi haqida barcha muhim ma'lumotlarni bilib olasiz. Tayyor turing, chunki sizning hayotingizni tubdan o'zgartiruvchi yangiliklar eshigi ochilmoqda. Bu video nafaqat quruq ma'lumotlardan iborat bo'lmaydi, balki sizning og'ir mehnatlaringizga beriladigan qadr-qimmat, adolat va kelajakdagi farovonligingiz haqidagi jiddiy suhbatga aylanadi. Eslashga harakat qiling, azizlarim. Sizchi, azizlarim, necha yillar davomida bu vatan uchun ter topdingiz? Qo'lda kurak bilan tunu kun fermada, zavodda, maktabda, qurilishda, qishloq xo'jaligida, yelkangizda shu yurtning yukini ko'tardingiz. Sovet ittifoqi davridagi o'sha og'ir yillarni, mustaqilligimizning ilk mashaqqatli bosqichlarini eslay olasizmi? O'sha paytlar hech kim sizning mehnatingizni qadrlamaydi deb o'ylamagan edingiz. Har bir gisht, har bir orim, har bir o'qitilgan dars, har bir davolangan bemor, barchasi bu yurtning bugungi taraqqiyotiga qo'shgan ulkan hissangizdir. Bugun o'sha mehnatlaringizga yarasha qadr topyapsizmi? Yoki shuncha yillik mashaqqatli mehnatingizga baho berilmayotgandek tuyuladimi? Men ko'p yillar davomida aynan shu savollar bilan murojaat qilgan ko'plab insonlarni bilaman. Kimdir 50 yil davomida paxta dalasida ishlagan, kimdir 40 yil maktabda o'qituvchilik qilgan, yana kimdir 35 yil zavodda oddiy ishchidan tortib katta muhandis darajasiga ko'tarilgan. Ularning bugungi pensiyalari esa ko'pincha ushbu ulkan mehnat stajiga va kasbiy tajribasiga mutlaqo mos kelmaydigandek tuyuladi. Bu adolatdanmi? Bu yerda menga savol tugiladi. Sizningcha davlat sizga qarz emasmi? Sizning mehnatingiz, qurbonliklaringiz, tinimsiz harakatingiz bugun qanday baholanmoqda? Qani izohlarda o'z mehnatingiz, necha yillik stajingiz va bugungi pensiyangiz haqida, eng muhimi, o'sha mashaqqatli yillarda qanday mehnat qilganingiz haqida yozing. Biz barchamiz sizning hikoyalaringizni eshitishni istaymiz. Sizning har biringizning hayot yo'lingiz, bu O'zbekistonning tarixi, uning fidoyi farzandlari misoli. Aziz do'stlar, bunday hayotiy muhim yangiliklarni, qonundagi o'zgarishlarni, har bir qonun loyihasining sizga bevosita ta'sirini birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying, toki bizning har bir yangi videomiz sizga yetib borsin. Zero bizning maqsadimiz sizning huquqlaringizni himoya qilish va har bir o'zgarishdan sizni boxabar etishdir. Qonuniy jihatdan to'g'ri yo'l ko'rsatish va sizning manfaatlaringizni himoya qilishda yonma-yon turishdir. Pensiya masalalari juda murakkab va nozik bo'lib, doimiy ravishda o'zgarib turadigan qonun hujjatlarini kuzatib borishni talab qiladi. Biz bu yerda sizga aynan shu borada yordam beramiz. Kelajakda ham shu kabi muhim ma'lumotlarni berib boramiz. Keling, avvalo eski tizim qanday ishlaganini va nimalar bugungi kunga kelib tubdan o'zgarishga majbur qilganini ko'rib chiqaylik. Ilgari pensiya hisoblash tizimi ancha murakkab va ba'zan tushunarsiz edi. Ko'pincha fuqarolarning mehnat stajini tasdiqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelardi, ayniqsa hujjatlar yo'qolgan yoki to'g'ri rasmiylashtirilmagan holatlarda. Bu esa ko'plab fuqarolarning pensiya miqdori kutilganidan ancha kam chiqishiga sabab bo'lardi. Pensiya uchun zarur bo'lgan ish haqi ma'lumotlari ham ko'pincha eskirgan bo'lib, hozirgi zamon talablariga javob bermas edi. Ayniqsa, o'tgan asrning 90-yillarida yuz bergan iqtisodiy o'zgarishlar, giperinflyatsiya davrlari va korxonalarning yopilishi ko'plab odamlarning mehnat daftarchalaridagi yozuvlarni to'g'ri hisoblashda muammolar keltirib chiqargan edi. Shu sababli minglab yurtdoshlarimiz o'zlarining uzoq yillik mehnati evaziga munosib pensiya olish imkoniyatidan mahrum bo'lgandek his qilishardi. Bu nafaqat moddiy jihatdan, balki ruhiy jihatdan ham og'ir ta'sir qilardi. Katta yoshdagi insonlarimiz o'zlarini davlat tomonidan e'tiborsiz qoldirilgandek his etishlari achinarli holat edi. Bugungi kungacha vaziyat qanday edi? Ochigini aytish kerak, ko'pchilikning pensiyasi nafaqat o'z mehnatiga yarasha emas, balki kundalik ehtiyojlarni qondirishga ham yetarli emas edi. Bozordagi narx-navo, kommunal to'lovlar, dori-darmon xarajatlari, bularning barchasi pensiyaning asosiy qismini yutib yuborardi. Ko'plab nafaqaxo'rlarimiz farzandlarining, nabiralarining yordamiga tayanib yashashga majbur bo'lishdi. Ba'zilar esa, afsuski, o'z yoshlariga qaramay, qo'shimcha daromad topish uchun ishlashda davom etishdi.
Bu bir tomondan insonning hayotga bo'lgan intilishini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan pensiya tizimining yetarli darajada himoya bera olmasligini ham isbotladi. Axir pensiya bu insonning butun umri davomida qilgan mehnatining mevasi, uning keksaygan chog'ida tinch va osoyishta hayot kechirishi uchun kafolat bo'lishi kerak emasmi? Endi esa e'tibor bering, birinchi martdan boshlab nimalar o'zgaradi? Prezidentimizning tashabbusi bilan va hukumatning chuqur tahlillari asosida pensiya va nafaqalar tizimiga tubdan o'zgartirishlar kiritilmoqda. Eng muhimi, pensiyalarning rekord miqdorda oshirilishi. Bu shunchaki yuzaki oshirish emas, balki aholining turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan fundamental o'zgarishdir. Suv va nafaqa tizimi butunlay yangi tamoyillar asosida ishlay boshlaydi. Bu o'zgarishlar kimlarga ko'proq ta'sir qiladi? Keling, xavf ostida bo'lgan va aksincha pensiyasi oshishi kutilayotgan fuqarolar toifasini tahlil qilaylik. Xavf ostida bo'lgan toifalar. Birinchidan, rasmiy mehnat staji to'liq rasmiylashtirilmagan fuqarolar. Ko'pchilikning mehnat daftarchasida yozuvlar tartibsiz bo'lgan yoki umuman mavjud bo'lmagan davrlar bo'lishi mumkin. Bu asosan o'tgan asrning 90-yillarida yuz bergan iqtisodiy tartibsizliklar davrida xususiy sektorda ishlagan yoki mavsumiy ishlarda band bo'lgan insonlarga tegishli. Yangi tizimda ham stajni tasdiqlash masalasi muhim bo'lib qoladi. Shuning uchun, agar sizning mehnat stajingizda uzilishlar yoki tartibsizliklar bo'lsa, hozirdan boshlab hujjatlaringizni tartibga solishga harakat qiling. Ikkinchidan, o'z pensiya ishida mavjud bo'lmagan yoki noto'g'ri aks etgan ish haqi ma'lumotlari bo'lganlar. Pensiya miqdori ish haqi miqdoriga bevosita bog'liq. Agar sizning ish haqingiz to'g'ri qayd etilmagan bo'lsa, bu pensiyangiz miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uchinchidan, ba'zi ijtimoiy toifalarga mansub bo'lgan, masalan, nogironligi bor fuqarolarning pensiya miqdori ham alohida e'tibor talab qiladi. Ularning nafaqalari ham oshirilishi kutilmoqda, ammo har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Pensiya oshishi kutilayotgan toifalar. Birinchi navbatda uzoq yillik rasmiy mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar. Aynan ularning pensiyalari sezilarli darajada oshirilishi kutilmoqda. Yangi tizimda mehnat staji va to'langan sug'urta badallariga alohida e'tibor beriladi. Bu o'z mehnat daftarchalarini to'g'ri yuritgan va doimiy ravishda sug'urta badallari to'lagan fuqarolar uchun juda katta imkoniyat. Ikkinchidan, ish haqi yuqori bo'lgan davrlarda ishlagan va bu ma'lumotlar pensiya ishiga to'g'ri kiritilgan fuqarolar. Ularning pensiyasi ham o'z mehnatiga yarasha munosib miqdorda oshishi kutilmoqda. Uchinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarga mansub nafaqaxo'rlar. Ularning nafaqalari ham oshirilishi bilan birga, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ham kuchaytiriladi. Hozirgi kunda pensiya ta'minoti tizimini tubdan isloh qilishning asosiy maqsadi bu fuqarolarning keksalikdagi farovonligini ta'minlash, ularning hayot sifatini oshirish va ijtimoiy adolatni qaror toptirishdir. Davlatimiz har bir insonning munosib qariyalikni kafolatlashga intilmoqda. Bu jarayonda har bir detal, har bir qonun moddasi o'ta muhim ahamiyatga ega. Ba'zida qonunchilikdagi kichik o'zgarishlar ham minglab insonlarning taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun biz sizni doimo ogoh bo'lishga va o'z huquqlaringizni bilishga chaqiramiz. Endi esa yana bir interaktiv savol. Keling, o'ylab ko'raylik. Bu yangiliklar haqida birinchi bo'lib kimdan eshitdingiz? Bu o'zgarishlar haqida ijtimoiy tarmoqlardanmi, televizordanmi, qo'shnilardanmi yoki aynan bizning kanalimizdan bilib oldingizmi? Sizningcha bu kabi muhim ma'lumotlar fuqarolarga qanday yo'llar bilan samaraliroq yetkazilishi kerak? Izohlarda o'z fikringizni bildiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim, chunki bu bizga kelajakda qanday ma'lumotlarni berishimiz kerakligini tushunishga yordam beradi. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday qilib munosib tarzda chiqish mumkin? Eng muhimi, bu tayyorgarlik va o'z huquqlaringizni bilish. Siz uchun aniq tavsiyalar. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Barcha mehnat daftarchangiz, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalaringiz, nikoh guvohnomangiz, pasportingiz va boshqa shaxsiy hujjatlaringizni to'liq ko'zdan kechiring. Agar qandaydir hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, darhol tegishli idoralarga murojaat qiling. Arxivdan ma'lumotnomalar olish, guvohlar orqali stajni tasdiqlash kabi qonuniy yo'llar mavjud. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga murojaat qiling.
Agar sizning pensiya ish hujjatlaringizda kamchiliklar bor deb hisoblasangiz yoki yangi pensiya hisoblash tizimida sizning mehnatingiz to'liq aks etmasligidan xavotirda bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga borib, o'z ishingizni tekshirtiring. Sizga qanday hujjatlar yetishmayotganini, qaysi ma'lumotlar qayta ko'rib chiqilishi kerakligini aniqlashda yordam berishadi. 3-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali pensiya bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlarni olish va xizmatlardan foydalanish mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va navbatlarda turishdan xalos etadi. 4-qadam, professional yuridik maslahat oling. Agar sizning ishingiz murakkab bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan berilgan javoblar sizni qoniqtirmasa, professional advokatga murojaat qilishdan tortinmang. Advokat sizning huquqlaringizni himoya qilishda, zarur hujjatlarni tayyorlashda va tegishli idoralarga murojaat qilishda yordam berishi mumkin. Ba'zida bitta kichik maslahat ham katta muammolarning oldini oladi. 5-qadam, doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lib turing. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda takomillashib boradi. Shuning uchun bizning kanalimizga obuna bo'lish, rasmiy manbalardagi yangiliklarni kuzatib borish juda muhimdir. Yangi qarorlar, farmonlar, qonunlarning qabul qilinishi sizning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Unutmang, aziz yurtdoshlar, har biringizning mehnatingiz qadrlidir. Sizning pensiyangiz bu shunchaki raqamlar emas, balki sizning butun hayotingiz, mehnat faoliyatingiz, vatan ravnaqi uchun qo'shgan hissangizning moddiy ifodasidir. Bu o'zgarishlar sizning haqqingiz bo'lgan munosib hayotni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Xo'sh, aziz do'stlar, ushbu videoning boshida aytganimizdek, pensiyalar rekord miqdorda oshadi. Sizningcha, ushbu rekord o'zgarishlar sizning kundalik turmushingizda qanchalik sezilarli bo'ladi? Bu yangiliklar sizning ko'p yillik mehnatingizga munosib qadr topishingizga yordam beradimi yoki hali ham adolat tiklanmagandek tuyuladimi? Shaxsan sizning pensiyangiz sezilarli darajada oshishiga ishonasizmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni kutib qolamiz. Sizning har bir fikringiz kelajakdagi pensiya tizimini yanada takomillashtirish uchun qimmatli hisoblanadi. O'zingizni asrang va huquqlaringizni biling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.